Hurmatli erkaklar, ba'zida Telegram, Instagramlardan xotini zapal bo'pti degan videolar chiqib qoladi. Bu narsaga to'g'ri bizani ham qandaydir ma'noda hissamizni qo'shgandirmiz. Lekin aslida erkak zino qilishi xo'p, xiyonat qilishi, lekin ayol kishini farzandlari bilan birgalikda bitta xonada yotib xiyonat qilishi bu juda ham yomon narsa. Shuning uchun hurmatli ayollar, eringizga xiyonat qilmang. Erkaklarning rashqi, g'ururi juda ham kuchli bo'lganligi uchun katta jinoyatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ko'ti qisgan boy bo'ladi degandek, hurmatli ayollarimiz. Bitta video chiqib ketdi Telegramdan. Mendan bitta erkak xotinimga qo'yaman, chunki o'zim ko'p komandirovkaga ketaman dedi. Lekin xotinimdan shubha bor dedi. Menga kechqurun qorong'ida svet o'chirganda ham oladigan video kamera kerak dedi. Bo'pti, mayli dedim-da, mana shu power bankimizning bittasini berdim. O'zi aslida bir kichkinasi 5-6 soatga yetadi, kattasi bir 20 soat, 24 soatga yetadi. Menga dedi bir 7 soatlik bo'lsa bo'ldi dedi. Chunki men kechqurun chiqib ketaman, ertalab soat 10-11larda kelaman. Yetadi, menga uxlaydigan ishini kechqurun qiladi dedi. Bo'pti deb berdim. Keyin qo'yib ketdi u. Svetlar o'chirilgan, shu bitta xonada bolalari bitta xonada o'sha o'ynashga kelgan, boshqa u uyidagi Wi-Fi ga ulagan holatda uni ko'rib o'tirganda ish qilayotgandi. Hammasi snimat bo'lgan. Ana ishdan keyin kelgan. Ana ko'rgan. Urush janjal, to'polon. Endi agar bu erkak nima kerak bor deb yurganda, misol uchun u ayol ahmoq bo'lgandan keyin farzandlari bilan bitta yashaydigan uyiga shu odamni kirgizib, kamiga ichkiribozlik qilib ichib, bunaqa qilib yurmaydi. U hech qanaqa u ayolni urmadi ham, so'kmadi ham, hech narsa qilmadi. Prosta bolalarini oldi, ajrashdi, ketdi. Chunki unday ayollarni urish ham, so'kish ham, boshqa qilish ham prosta tak ni za что narsa. Uni urib, ertaga o'ldirib, qamalib ketib, nima kerak guldek umrini xazon qilib. Shuning uchun siz kim bilan yashayapsiz, nimaga yashayapsiz, ishonarli odammi, ishonchsiz odammi, buni bilish uchun nafaqat er-xotin uchun, balki boshqa bir biznes egalari uchun. Endi ikkinchi variantni aytaman. Agar siz biznes qilayotgan bo'lsangiz, bu joyga tashlab keting. Ba'zida bizda mana shu biznes mehmonxonalarida pullar bo'ladi. O'sha pullarni o'g'irlaydigan sheriklari bo'ladi. Ana shunday vaziyatda telefonda masalan svetni o'chiradi-da, kirib o'sha o'g'irliklarni qiladi. Keyin asosiy kamerani ham o'chirishadi. Bu esa o'chirish shartdan bu fleshkaga zapis qiladi. O'zini zaryada yetadi. Bemalol o'g'irlik qiladimi, svetni o'chiradimi, shu polni yuzini tushirib beradi. Davay, oladigan vaqt keldi. Sizning kassangizda pul yo'qolyaptimi? Oling. O'sha pulingiz qancha? 10 million, 20 million. Oling 900 ming so'mga 1 millionga oling. Nimasi qiyin bu narsani? Shuning uchun sizlar o'zingizlarda ayb, hamma aybinglar. Shu 1 so'm, 2 so'm ekonom qilaman deysizlarda, bir nelardan bir 100 barobar chiqib ketgandan keyin aqlingizga kiradi. Shuning uchun hozirdanoq kim bilan ishlayotganingizni biz stavkasini olingda, keyin ishingizni davom ettiravering. Baribir ishonchli do'st ayrilmas degan naqlga amal qilasizlar, daveriya bo'ladi.